Nimaga distributsiyada, umuman savdo sohasida xodimlar ketib qolishi kelishidan ko'ra ko'proq va tezroq? Va nimaga aksariyat kompaniyalarda yarimdan ko'p xodimlar 1 yil o'tmasdan yo'qotilib qoladi? Distributsiya sohasida 16 yildan ko'p ishlash davrida qariyb bir xil har bir korxonada xuddi shu muammoni kuzatib kelmoqdaman. Doim savdo xodimlarini qidirib yurishadi. Korxona odam yollaydi va o'qitadi va 3-6 oyga ham yetib bormaydi. Ba'zida испытательный срокda ham уже ketib qolishadi. Tabiiyki bu pul, vaqt, mijozlar yo'qotishiga sabab bo'ladi. Sales Management Association tadqiqotiga ko'ra, savdo sohasida o'rtacha xodim yo'qotish yiliga 25-35% tashkil qiladi. FMCG va distributsiyada esa bu ko'rsatkich 40-60% ga yetib boradi. Gallup tadqiqotiga ko'ra esa 52% xodimlar yomon boshqaruv sababli ketib qoladi. Va bunga 5 ta asosiy sababni men sizlarga aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, tushunarli tizim yo'qligi. Aksariyat kompaniyalarda sotuv standartlari mavjud emas. Marshrutlar yo'lga qo'yilmagan. KPI tizimi tushunarsiz. Tabiiyki bu holda xodimlar oqimga qarab ketaverishadi. Ikkinchisi, noto'g'ri motivatsiya. Oylik ish haqi ko'pincha shunaqa bo'ladi. Qo'yilgan plan reallikdan uzoq, bonuslar tushunarsiz va xodimlar qanday ko'p pul topish yo'lini bilishmaydi. Qilingan harakat olinadigan natijaga olib kelmasa nima bo'ladi? Albatta xodimlarning motivatsiyasi tushib ketadi. Va uchinchisi, yaxshi o'rgatmaslik. Firmalar ko'pincha shunaqa qilishadi. Kimga tanish holat kommentga yozib yuboringlar. Mana price, mana marshrut, boring soting. Lekin savdo bu o'rganishni talab qiladigan qobiliyat-ku. To'rtinchisi, supervizorlarning o'zi hali chala supervizor bo'lgani. Agar supervizor o'rgatmasa, territoriyada yurmasa, savdoni real ko'rsatib bermasa va yordamlashmasa, komanda minimalniy energiya bilan ishlashni boshlaydi. Beshinchisi, avtomatizatsiya tizimining yo'qligi. Bu meni eng yaxshi ko'rgan joyim. Qachonki hamma ishlar Excel daftari yoki даже miyada olib borilsa, xodimlarni xaos va stressga olib keladi. Bu haqida soatlab gapirib berishim mumkin. Afsuski, hozir vaqtimiz chegaralangan. 5 ta amaliy maslahatlar berishim mumkin. Xodimlarni yo'qotishni kamaytirishning eng oddiy usuli bu SERV modeli. SERV, ya'ni S system, tizim, sotuvning chotki, aniq protsess bilan bo'lish kerak. Education, o'quv, xodimlarni doimiy malakasini oshirib borish lozim. Reward, motivatsiya, ish haqi, tushunarli bonus tizimi bo'lishi kerak. Visibility, prozrachность, ya'ni ochiqlik. Har bir xodim o'z natijalarini ochiq ko'rib borishligi kerak. Va enablement, instrument, ya'ni CRM, ERP, avtomatizatsiya tizimi bo'lishi kerak. Qiziqarli fakt aytishim mumkin. Yana bitta tadqiqotga ko'ra, CRM tizimini o'rnatgan korxona sotuv natijalarini o'rtacha 30% ga ko'paytira olgan. Xo'p, qissadan hissa distributsiyada xodimlar ko'proq og'ir ishni deb emas, xaos, yomon boshqaruv va tizim yo'qligi uchun ketishadi. Kuchli kompaniyalarning qoidasi qanday bo'lishi kerak? Avval sotuv tizimi quriladi, keyin unga kuchli xodimlar keladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni kommentariyda yozib qoldiring va obuna bo'lishni unutmang.